Assalomu alaykum. Ilm egallashga qisqa yo'l bo'lmaydi. Demak, yana efirda bola boshdan ko'rsatuvi va men boshlovchingiz Komila. Ishtirokchilarimiz bilan tanishgan vaqtimiz keldi. Bunyod va Marjona, Aziz va Sharafatxon. Uy ro'zg'or ishlariga qarashasizmi? Ha, Nimalar qilasiz? Oyingizga qanaqa qilib yordam berasiz? ovqat pishirishga yordam beraman. Pol artaman, yer chopaman, Rahmat, sizchi? changlarni artaman. Rahmat, sizchi? Oyingizga qanaqa qilib yordam berasiz? Ovqat qilishga yordamlashaman. Rahmat, sizchi? Sabzavotlarni artishga yordamlashaman. Rahmat. Oldinda 3 ta shart, hammaga omad shartlarini boshladik. Birinchi shartimiz supermarketda olinadi va shart talabi supermarket bilan bog'liq. Hozirgi shartimizda men sizlarga ro'yxat o'qib beraman, sizlar esa eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Shart tushunarlimi? O'qishni boshlayman. Rangli qog'oz, olma, murabbo, non, telefon, sochiq, o'yinchoq, piyoz, qizil sabzi, anor. Eslab qoldingizmi yoki yana o'qib beraymi? Rangli qog'oz, olma, murabbo, non, telefon, sochiq, o'yinchoq, piyoz, qizil sabzi, anor. Kim tez va to'g'ri olib kelsa, o'sha g'olib bo'ladi. Shart tushunarlimi? Bo'lmasa shartni boshladik. Shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi bo'lib shartni Bunyod bilan Marjona bajarishdi. Demak, hozir ularning savatini tekshiramiz. Rangli qog'oz bor, olma bor, murabbo ham bor, non bor, telefon bor, sochiq ham bor, o'yinchoq bor, piyoz bor, qizil sabzi ham bor, anor ham bor. Demak, bu jamoa hamma mahsulotni olib kelgan. Endi Sharofatxon bilan Azizni savatini tekshiramiz. Rangli qog'oz bor, olma bor, murabbo ham bor, non bor, telefon ham bor, sochiq bormi? Sochiq. Afsuski, bu jamoa sochiq olib kelmabdi. O'yinchoq bor, piyoz bormi? Afsuski,
piyoz ham olib kelishmabdi. Qizil sabzi bor. Anor ham bor. Bu jami 10 ta mahsulotdan 2 ta mahsulot olib kelishmabdi. Demak, bu shartimizda Bunyod bilan Marjonni g'olib bo'lishdi. Tabriklaymiz. Navbat keyingi shartga. Bolalar multfilm ko'rishni yaxshi ko'rishadi. Hozirgi shartimizda sizlar multqahramonlarni yig'ib, ularning ismini aytib berishingiz kerak bo'ladi. Kim ko'p multqahramonlarni yig'sa, o'sha g'olib bo'ladi. Shart tushunarlimi? Sizlar bilasizlarmi, bu qaysi multqahramoni? Ismi nima? Minnie Mouse. To'g'ri, shart tushunarlimi sizlarga? Bo'lmasa shartni boshladik. Shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi bo'lib shartni Sharofatxon va Azizbek bajarishdi. Endi ularning savatini tekshiramiz. Bu qaysi multqahramoni? Dumboqchalar. Rahmat. Bu-chi? Winnie Pooh multfilmdagi yo'lbars. To'g'ri, rahmat. Bu-chi? Winnie Pooh multfilmidagi ukki. To'g'ri. Bu-chi? SpongeBob. To'g'ri. Bu-chi? Bu Winnie Pooh. To'g'ri. Bu kim? Bu Mickey Mouse. To'g'ri. Bu-chi? Bu Minnie Mouse. Bu kim? Bu chaqmoq McQueen. To'g'ri. Bu-chi? Bu Madagaskardagi Glora. To'g'ri, rahmat. Bu-chi? Bu Winnie Poohda chiqadigan eshak. Rahmat. Bu-chi, bu kim? Bu Minion. Rahmat. Bu? Oyoqcha. To'g'ri. Demak, bu jamoa 12 ta multqahramonni olib kelibdi. Tabriklaymiz. Endi Bunyod bilan Marjonaning savatini tekshiramiz. Bu kim? Minion. Rahmat. Bu-chi, bu qaysi qahramon? Gloria. To'g'ri. Bu-chi, bu qaysi qahramon? Puchuqvoy. To'g'ri. Bu-chi? Quvnoq dumboqchalar. To'g'ri. Bu-chi? Mickey Mouse. To'g'ri. Bu-chi, bu kim? SpongeBob. To'g'ri. Bu-chi, bu qaysi qahramon? Quvnoq oyoqchalardi pingvin. To'g'ri, rahmat. Bu-chi, bu qaysi qahramon? Yo'lbarsvoy. To'g'ri. Bu? Oyoqcha. To'g'ri. Bu-chi, bu kim? Ukkivoy. To'g'ri. Demak, bu jamoada 10 ta multqahramonni olib kelingan. Sharofat bilan Aziz 12 ta multqahramonni olib keldi. Demak, bu shartimizda Sharofatxon bilan Aziz g'olib bo'lishdi. Tabriklaymiz. Navbat keyingi shartga. Hozirgi shartimizda sizlar bahor salatini tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun sizlarga kashnech, rediska, ko'k piyoz, qatiq kerak bo'ladi. Kim tez va to'g'ri tayyorlasa, o'sha g'olib bo'ladi. Shart tushunarlimi? Unda boshladik.
Siz she'r bilasizmi? Ha. She'ringiz nima haqida? Navruz. Aytib bering. Ko'hna Turon elida Navro'zi olam yillar tutar qo'limdan qani yuroshdan nur sochadi molu ko'l Navro'z quyoshi saylgohda yurtimning keksa yoshi qozonlarda sumalak yoziq dasturxon Navro'z bayrami muborak ey O'zbekiston. Rahmat. Yana she'r aytib berasizmi? Ha. Spring is green, summer is red, autumn is yellow, winter is white. Rahmat. Siz she'r bilasizmi? Ha? She'ringiz nima haqida? Navruz haqida. Aytib bering. Ko'hna Turon elida Navro'zi olam yillar tutar qo'limdan qani yura oshnam nur sochadi mo'l ko'l Navro'z quyoshi saylgohda yurtimning keksa yoshi qozonlarda sumalak yoziq dasturxon Navro'z bayrami muborak ey O'zbekiston. Rahmat. Siz she'r bilasizmi? She'ringiz nima haqida? I harfigami? Aytib bera olasizmi? E harfini bilingiz, ishda ilg'or bo'lingiz, iroda, izzat, ikrom, istagi o'qish tamom. Rahmat. Shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bunyod va Marjon, sizlarga bu jamoat tayyorlagan salati yoqdimi? Ha. Nimasi yoqdi? Ko'rinishi yoqdi. Rahmat. Sizgachi yoqdimi Bunyod? Ha. Nimasi yoqdi? Ko'rinishi, nimasi yoqdi? Ko'rinishi. Sizga bu jamoat tayyorlagan salati yoqdimi? Ha. Nimasi yoqdi? Chiroyligi. Sizgachi? Menga ham ko'rinishi yoqdi. Hozir g'olibni oshpaz akamiz aniqlab beradilar. Mana bolajonlarimiz harakat qilishsa, mana bahorgi eng vitaminli salat tayyorlashga ikkala kamandaniki ham chiroyli, lekin bu kamanda qattig'ini kamroq qo'shishgan, bu kamanda me'yorda qo'shishgan. Men o'shaning uchun g'oliblikni bu kamandaga beraman. Demak, bu shartimizda Bunyod bilan Marjona g'olib bo'lishdi. Tabriklaymiz. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi shartimizda Marjona bilan Bunyod g'olib bo'lishdi. Ikkinchi shartimizda esa Azizbek bilan Sharofatxon g'olib bo'lishdi. Uchinchi shartimizda esa yana Bunyod bilan Marjona g'olib bo'lishdi. Demak, ko'rsatuvimizda Marjona va Bunyod g'olib bo'lsa, tabriklaymiz. Sizlarga qaysi shart yoqdi ko'proq? Birinchi shart. Supermarket sharti sizga yoqdi, to'g'rimi? Rahmat. Sizgachi qaysi shart yoqdi sizga? Ikkinchi. Mulk qahramonlarni topish, to'g'rimi? Ha. Rahmat. Sizgachi qaysi shart yoqdi? Uchinchi shart. Oshxona sharti. Rahmat. Sizgachi? Menga ikkinchi shart yoqdi. Ishtirokingiz uchun rahmat. Xayr ko'rishguncha. Xayr. Do'stingizni qanday tanlagan bo'lsangiz, sevimli yozuvchingizni ham shunday tanlang. Bu bola boshidan ko'rsatuv edi. Xayr ko'rishguncha. Xayr.